Assalomu alaykum do'stlar. Yangi kolleksiyamizga yetib keldik. Italyanskiy stilda ishlangan, naqshlari tilla bilan bezatilgan. Mana bu tillani atrofida yashil kojinli uslubdagi naqshlari bor. Ko'rib o'zingiz baho berishingiz mumkin. Bu aboylarimizni mana bu naqshlari bo'rtib ishlangan, usti tekizmas. Devorlarda qing'ir-qiyshiq joylari bo'lsa, ayblarni yashiradi. Bu mehmonxona uchun juda ham shohona, juda ham zo'r variant hisoblanadi. Bu aboyimiz yangilik. Aboyimiz mana guli yo'q joylarda o'zini ko'rinmas naqshlari bor. Bu yopishgandan keyin bo'rti ko'rinadi. Tagi attachenta bilan bezatilgan, yaltiraqlari ham shotkalar yurganingizda o'chib ketmaydi. Bu aboyimizning narxi ham juda ham zo'r narxda. Hozir ekranda nomer qoldiraman. Bemalol mana shu nomerga chiqib, Telegram orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Hammalaringizni Luxury Home'da kutib qolaman do'stlar. Italyanskiy stildagi aboylarimizni birinchilardan bo'lib xarid qilishga shoshilib qoling.